Assalamu alaikum aziz qarindoshlar. Men Amerikaning Los Angeles shahrida yashaydigan Erkin Sidiq. Bugun 2023-yili 10-oyning 6-kuni juma. 2 haftada bir qildigan naq maydon programmasini hozir boshlayman. Xabarlarda bo'lgandek, men yaqinda bir safarda bo'lib qolib, oldingi qatimliq videoni qilamadim. Uydan 9-oyning 20 kuni chiqib ketgan. Shu dushanba kuni 10-oyning 2-kuni uyga qaytib keldim. İstanbul'a berib keldim. Asosliq qilmoqchi ishimiz u yerda İstanbul'da 20 siya degan faoliyatni o'tkazib kelishim. Bu qadimgi safar jarayonida nurg'un qarindoshlar yaqindan yordam qildi. Yeni nurg'un qarindoshlar meni va mening sabdoshlarimni intayin esil mehmon qilib kutib oldi. Men oldi bilan shu qarindoshlarning hammasiga chin ko'ngildan rahmat aytaman. Bu qadimgi faoliyat intayin yaxshi bo'ldi. Ehtimol sizlar bir qisminglar videoda ko'rdinglar uni. Biz onu baştan tartiblam bir xalqarалық ilmiy doklad o'lchimi va saviyasida qilishga tirishgan. Menimcha bu maqsadga yetdik. Bu faoliyatni bir qancha bosqichlar bo'yicha xuddi shu xalqaro ilmiy doklad yig'inlariniki kun tartibi bo'yicha işte qildik. Abstrakt tayyorlash, maqola tayyorlash, sirli mo'jat tayyorlash, leksiya berish, andan maqola to'plamini bir kitob qilib chiqarish. Kitobni chiqardik, abaytimizga ko'rsatib qo'ydim. Mahit ta'tilim qolgan kechiringlar. Qalin kitob 500 atrofida. Bu kitobdan 500 dona bostirib, bu qitimqi leksiya jarayonida 250 tak kitobni taqdim etdik. Men o'zim bir 40 tak kitobni bir chamdan silib Amerikaga ko'tarib keldim. Amerikadagi bir qism qarindoshlarga taqdim etish uchun. Yine 250 dana kitap var. Bu kitaplar Teklimakan Uyghur Neşriyatı kütüphanesiga qo'yildi. Şey basamın setib olasizlar. Kitapga maqolasi kirgan qarindoshlar shu Teklimakan kütüphanesiga berib, Abdujalil Qarqash qarindoshimizga desanglar, kitobni sizlarga haqsiz hadiya qiladi. Uyghur Project fondiga pul yani qilgan qarindoshlar ham shundoq. Şunu şey bir evasanlı buludu. Kalan qarindoshlar ma kitapniki PDF el kitap nusxasini men bugün ertachada to'g'ri qo'yibmiz biz. Shu yerdan PDF nusxasini o'qisanlar buludu. Endi xabar topganlardek bu qadimgi leksiya faoliyatini biz naq maydondan tarqatdik. Hamda uni boshdan oxiri videoga oldik. Videoni biz har bir odamniki leksiyasini birden videoluk ders qilib Uyghur Axborot Markazining to'rbetiga qo'yib etamiz. Shunga shu yerda tanlab kirasizlar. Buning tayyorlik ishlari boshlanib bo'ldi. Xudoyim bo'lsa pat yaqinda tamomlandi. Endi bu qadimgi faoliyatni biz İstanbuldagi Uyg'urlar to'plashib yashaydigan Safakoy rayonidagi İstanbul Sabahattin Zaim Universitetida o'tkazdik. Muhabbet Uygurlarga, chet ellik Uygurlarga bir xil muhabbet etkizish uchun biz bu faoliyat jarayonida su, pechini pranik, tushlik tomoq qatorlarni haqsiz ta'minladik. Shundaqla kitobni leksiyaga kelgan qarindoshlarga birdan haqsiz taqdim berdik. Endi yana bir tarafdan qirg'inchilikka uchrayotgan millatga xos holda oddiy va iqtisodchilik bilan ish qilish uchun biz sirtdan kelgan Sırtın kilip leksiya berdigan qarindoshlarga 3 akşamlık mehmonxona yatağı etpegen. Bu yataqni biz mehmonxonani Safakoydan aldık. Bir akşamı $40'dan. Maştaq addi saddi bu jihatda aştaq o'tkazdik. Bu şu 10 kishiniki 3 akşamlık yataq shaqini qarindoshimiz Abdujalil Turan chiqarib berdi Uyg'ur Teklimakan Neşriyatidan. Bu qarindoshimizga yana bir qatim ko'pdan ko'p rahmat. Undan boshqa bu qatimki kitobdan 500 dona bostirish haqini Yevropadagi bir qarindoshimiz chiqarib berdi.
Bu qarindishimizga ko'pdan ko'p rahmat. Qolgan chiqimni biz Uyg'ur Project Fondi o'zimiz chiqardik. Biz o'zimiz chiqargan umumiy chiqim $3000 oshmaydi. Mana bütün faoliyatni ashunchalik chiqim bilan qildik. Meniki bu gaplarda deyishim Uyg'urlik qilgan boshqa faoliyatlar bilan solishtirib baxsana bo'ladi. Biz endi bir qirg'inchilik davrida, irqiy qirg'inchilik davrida yashayapmiz. Nurg'un qarindoshlarimiz iqtisodiy qiyinchilik bu jihatda inqirovyotidi. Ashta bu boshqa biz bu ishlarga intayin sezgur. Bu qadimgi faoliyatni ashunday bir ruh ostida o'tkazdik. Shunga sizlarga qisqacha deb qo'ydim. Endi ben qaytib kelgandan keyin Uyg'ur Project Fondiniki qolgan direktorlari va Mashal Uyg'ur gruppasiga qarindoshlar bilan maslahatlashdik. Bu faoliyatni kelar yilga yeni qilmoqchi. Xudoyim bo'lsa, bundan keyin har yil qilib olmoqchi. Sababi qarindoshlardan kelgan inkas intayin yaxshi. Bu leksiyalarniki mazmunlari, shakli, har jihatdan qarindoshlarimiz intayin rozi bo'ldi. Bo'libmi millatga bir xil millatda bir xil umid paydo qildi. Biz bu ishlarni qilar ekanmiz deb, andan keyin chet eldagi Uyg'ur ziyolilariniki uxlab yotmay ba'zi bir amaliy ishlarni qilishga atlanganligidan nurg'un kishilarimiz ilhomlandi. Ashta bo'lg'achqa biz bu faoliyatni kelar yilga qilmoqchi. Faoliyatniki vaqti asosan bu yilga o'xshash vaqti bo'ladi. Kelar yilga 2024-yili 9-oydagi 21-22 kunlari shanba kuni bo'ldi ekan. Xudoyim bo'lsa biz faoliyatni shu chog'da qilamiz. Undan boldir qilsak, İstanbul bak issiq bo'lg'achqa mayli leksiya so'zguvchilar bo'lsin yoki leksiyaga keluvchilar bo'lsin, bak qiynab ketadi ekan. Havodan, issiq havodan bak qiynab ketadi ekan. Shu vaqt qilmoqchi. Endi bizniki bir umidimiz kelar yil bizning faoliyatimiz boshqa bir cho'ng faoliyat bilan o'xshash vaqtda bo'lib qolmasa. Men shunga buni bir yil ilgari da'vatdim hozir. Bu qatim İstanbul'da ba'zi bir yüzüba cemaat içinde yüzüba qarindoshlarimiz bilan ko'rishgan chog'dami bu gapni deb qo'ydim. Bo'lsa biz bu ish bizimki leksiya faoliyati bo'lgan vaqtda boshqa cho'ng faoliyat o'rlashtirmasak, bir-birimiznikiga kelib qatnashadigan bir fursat yaratilsa, mana shuni bir taklif qildim. Andan keyin deganimdek, bu kitobniki PDF nusxasini men shu binatning ichida to'liq yutaman. Undan boshqa Uyg'ur Project Fondiniki tor betiga qo'yiladi. Shu yerdan tushirilib o'qisangiz bo'ladi. Ichida intayin ism maqollar bor. Navbatdagi vaziyat bilan zich munosabatlik. Shunga bir o'qib beqinglar. Buningga 37 nafar ziyoli jiq ajasin dedi. Mush maqollarni yozib tayyorlash uchun. Shunga undan foydalansanglar. Andan keyin bu qatimki meniki İstanbulga qilgan safarim jarayonida yana ikki cho'ng faoliyat bo'ldi. Uning birisi 9-oyning 30-kuni shanba kuni Uyg'ur xonim qizlar ilmiy cheyi gruppasidagi qarindoshlar Qarlaylisi gruppasidagi qarindoshlar bilan birlashib 13-qatimliq ilm cheyi faoliyatini o'tkazdi İstanbulda. Men bu taklif bilan berib qatnashdim. Bu qatimki faoliyatniki asosli mehmoni bizniki tanilgan jurnalist adimiz Salima apay bo'ldi. Salima apay intayin ta'sirli so'zlab berdi, u yerda bir necha soat ta'sir so'zlab berdi. Bu faoliyatga kelgan qarindoshlarning hammasi ko'z yashib qolib turib angladi Salima apayniki so'zlarini. U bir xil vatanparvarlik tarbiyasi, millatparvarlik tarbiyasi, anikin Uyg'ur ma'rifini suyish deganiki qanday bo'lganligi shunday bir qism mazmunlarda bo'ldi. Bu apay yaqinqi zamonda 3 viloyat inqilobi jarayonida masalan va undan keyin toki yaqinqi 2000 yildan keyingi vaqtlar ichida vatanda Uyg'ur ma'rifini qo'llab qilish uchun o'ziniki barlig'ini qurbon qilgan, o'zining barlig'ini pido qilgan qarindoshlardan natijasini tunishtirdi. Ahvol intayin ta'sirlik. Ashta bo'g'ashqa bu faoliyat bir xil vatanparvarlik tarbiya faoliyati, millatparvarlik tarbiya faoliyati bo'ldi biz uchun. Hammamiz shunchalik xush bo'ldik bu faoliyatdan. Shu fursatdan foydalanib, shu faoliyatni ulashtirgan qarindoshlarga chin ko'nglimdan rahmat aytaman. Buniki bosh bo'lib ulashtirgan
singilimiz Amina Sadaf singlimizga ko'p rahmat aytaman. Abadin deyishni unutib qolibman. Bugungi leksiyada 12 mazmun bor. Hozir ikkinchi mazmunni so'zlab bo'ldim. İkinci mazmunga yana bir kichik qism qolib qolibdi. U nima desanglar, bu qatamki shu ilmchi faoliyatida Salima Appay Uyg'ur Chapayop kim degan bir kitobni tanishtirdi. Bu kitobni da yaqinda bitirib ekan. Maqatim leksiya faoliyatiga 100 dona kitobni digital besib olib taqdim etdi. Bir qism qarindoshlarga. Ondan keyin ilmchiga tanishtirdi. Biz bu kitobni Uyg'ur Project Fondidan rasmiy holda bostirmoqchi. Bu vaqtda kelar qatimizlarga yana tafsilot uchur beraman. Qachonroq chiqadiganligini. Buningda shu 3 viloyat inqilobi davrida yashagan bir qism Uyg'ur qahramonlarining ishchilari tafsilot tunishtirilgan. Undan boshqa bir qism intay qimmatli hujjatlar bor, tarixiy hujjatlar. Vaqti kelgancha ko'p aqsanlar bo'ladi. Ma'lum bir vaqtda bu kitobniki PDF nusxasini taqdishimiz mumkin. Bu vaqtda da Salma Appay bilan men maslahatlashmadim. Bundan keyin qilmayman uni. Shuni olib kitobning kelib chiqib qolgan uchun yana birisini o'qishib davitay. Yaqinda Uyg'ur Project Fondi yana bir kitobni nashr qilishni qaror qildi. Nashr qilishga pul chiqarishga qaror qildi. Unutilmas melodiyalar degan bir Uyg'ur muzika kitobi. Bu kitap 3 qism ekan. Har bir qismidan azroqdan bostirmoqchi yaqinda. Bu vaqtda men keyincha yana tafsil uchur beraman. Bu kitobni tayyorlagan singlimiz Amerikadagi Rehangul Ubul. Burun bu kitoblardan azroq bostirib taqdim ekan. Amerikaga akaldirish u jihatda biraz buzib ketib kitoblar. Zahmini ketib yo'lda tazubdan unumdan bo'lmoqda, shunga bu qatam meni qaytadan qilishni o'ylashdik. 3-chi mazmun 10 yanındaki birinci günü, Yaşanbı günü Türkiye'deki Uygur Sistem Grupusu bir teknolojiya festivali ötkazdi. Bu festivalın ismi Robotlar Dünyaya Hükümran Buluştan İlgiri degan nom bilan. Bu şu Uygur Sistem Grupusu Uygur Robot sınıfındaki 5-ci qitimliq robot ko'rgazmasi bo'lib hisoblanadi. Bunun da o'quvchilar o'zlari yasagan har xil robotlarni ko'rsatdi shu festivalning o'zida. Texnikalik leksiyalarni so'zladi. Ondan keyin naq maydonda Python orqali program yozib ko'rsatdi kelgan qarindoshlarga. Texnika yangilik kelgusi ijtihod va qatorliq ijodlarda yaxshi unumga erishdi bu faoliyat. Men bu intayin ta'sirlandim. Ben burundan tortib deb kelgan Uyg'urlar dötemas aqlliq boshqalar qilgan ishni Uyg'urlar qilalaydi deb. Endi Turkiyadagi Uyg'ur qarindoshlarimizning ahvoli Amerika, Yaponiya, Yevropadagi qarindoshlarga qaraganda ko'p nachar. Bo'libmi yaqinqi yillarda iqtisodniki nacharlashga ergishib, nurg'un oilalar ig'ir iqtisodiy besimga duch kelyotdi. Shunday ahvoldami Turkiyadagi shu nima Memtemin Nuriddin inimiz başlıqdaki bir qism inilar, singillar qattiq tirishib, mushundaq ishlarni vujudga chiqaryotdi. Bu oson emas. Ularni qanchalik madhilasak arziydi. Sizlarga ko'pdan ko'p rahmat. Intayin isl faoliyatning birini qildinglar. Bu faoliyatning videosi bor. Naq maydonda tarqatildi, ham videosi bor. Videosini men Facebook'imga chiqarib qo'ydim ularni. Men shu bu yerga chiqaradigan videoning ostiga adresini qoldirib qo'yaman. Qiziqadigan qarindoshlar ko'rib baxsanlar bo'ladi. Bizningki o'smirlarimiz qandaq yangiliklarni qilib yetibdi, bir ko'rib baxsanlar bo'ladi. 4-chi mazmun, men bu qatim shu Uyg'ur Project Fondi iqtisodiyotni yordam qilayotgan bir qancha o'rinni ko'rib kelmoqchi bo'lib qolgan. Uning birisi Yira Uyg'ur maktabi edi. Bu maktabga qiltirish boqqan bo'lsaqmi, vaqt to'g'ri kelmay bora olmay qoldim. Yana birisi bir Uyg'ur yaslısı. Bu yasliga bordim. Yasliga berib, shu yaslida tortilgan bir videoni Facebook'a chiqarib qo'ydim. Agar shu yerda ko'rsanglar, u bor. Bu yaslida 19 dak bola bor ekan. 4 yosh, 5 yosh, 6 yosh degandek. Ko'pincha yetim qilib qolgan bolalar. Ba'zilariniki opsi yoki dadasi vatanda yo'qolib ketgan. Mushunaqlar ekan.
Andikin 3 muallim bilan uchrashdim u yerda. Ularning ahvolimi intayin echinishliq. Biralarniki yo'ldoshi vatanga ketib yo'qolib ketibdi. Hozirga qadar dergi yo'q uniki nima bo'lganligi. Bu singimiz intayin yosh, 30 yoshga kirmagan singimiz. Yana biralarniki 20 yoshlik singimiz ekan, o'qituvchi qilyapmish, eslik qilayotgan. Uniki yo'ldoshi tugab ketibdi. Yana bir singimiz bor ekan, uni bilan paranglashamadim, uni ahvolini toz bilamadim. Ishqilib u bolalarniki bolalar kitob o'qib berdi. Men ko'rishgan vaqtimda kitob o'qib berdi. Kitobni hozir shu 5 yoshlik bolalar qo'nizlik kitobni harflarni ulab o'qishni bildi ekan. Savodi chiqibdi bu jihatda. Uningdan intayin suyundim. Uningdan intayin suyundim. Ondan keyin yana bu ahvolmi meni ham echindirdi, ham nurg'un o'yga soldi. U nima desanglar, mushu esli qilgan o'rinniki ijorasi xil yuqori ekan. Mushu singillar shunchalik tejab, shu esliga uchun ijara olgan uyniki bir qismini o'ziniki yashaydigan uy qilib bolalar bilan, qolgan qismini esli qilib, mana ishlarni ep berib o'tibdi. Bu abakirasini ko'ygan o'rindiq ustallarni aslida Uyg'ur yar orqali Uyg'ur yar bilan biz epagan ayni vaqtda. Aniki mush bolalarniki bir talma o'yinchig'i yo'q. Shunda ichim sirilib ketdi. Endi undaq bo'lishi biz vatandagilarni qutqizamidik. Endi chet eldagilarni qancha qutqizyapmiz degan savol bor oldimizga kelgan. Chet elda biz mushtaq ahvollarni yaxshilash yo'lida qancha ish qildik degan savol bor. Endi meniki shu munosabat bilan sizlarga qilgan bir murojaatim, agar Turkiyaga o'ynab sayohat qilib mushtaq kelib qolsanglar, uyinglarda dugunib turgan ishlatmaydigan o'yinchiqlar bo'lsa, bir chamdan qachilab Istanbulga og'ash kelinglar. Og'ash kelib mushtaq bolalar taqib turinglar uni yesillarga. Uyg'ur bolalarning yesillarga taqib turinglar. Vaqt kelgan chog'da bizlar aloqalasanglar, uni nega olib berish to'g'riliq o'rlashtirish qilsak bo'ladi. Amerika, Yaponiya, Kanada, Yevropa bu yerlarda bola o'yinchiga bolaning kitoblari jihatda isrofchilik intayin og'ir. Men uni davomli ko'rib yashayman endi. Turkiyaga borsam shunday ejinishli ahvol. Shunga shu narsalarni yaxshi maqsad uchun ishlataylik. Xudoyim bo'lsa, kelarjilik vaqtimda men bir chamdan o'yinchi ko'tarib borman deb planlayapman hozir. Shunga bu jihatimiz o'rtaq tirishaylik. Shunga qo'shib deb qo'ydigan bir narsa, Uyg'ur Project Fondi Turkiyada yaxshi o'qigan o'quvchilardan 8 o'quvchiga o'qish mukofoti puli berib kelyapmiz. Uyg'ur Yar Fondi orqali. Biz pulni Uyg'ur Yar Fondiga beramiz, ular bu pulni taqitadi. Miqdori bak ko'p emas, soni ko'p emas, 8 o'quvchi. Endi menga yaqinda bola o'qitishda qilinib qolgan oilalardan talablar kelib ketib bordi, uchurlar kelib ketib bordi. Yordam qilish to'g'riliq. Uyg'ur Project Fondiniki nishoni bu jihatda emas. Ma'rifda o'qishda qiynab qolgan oilalarga yordam qilish emas. Biz qilayotgan ba'zi yordamlar bor. Birisi shu 8 o'quvchi berayotgan o'qish mukofoti puli. Undan boshqa biz yana Uyg'ur Yar Fondi orqali ondan jiqroq oilaga iqtisodiy yordam pul taqdiryapmiz. Bu pul o'zimizdan chiqmaydi. Buni chet eldagi boshqa qarindoshlar bizga beradi. Biz Uyg'ur Yar orqali taqdiryapmiz bu pulni. Endi bu yerda deb qo'ymoqchi edim. Sizlarning ahvollaringizni bak tushunamiz. Hozir bolalar o'qitishda qilinib qolgan oilalarni. Lekin sizlarga yordam qilish bizning qo'limizdan kelmaydi. Bizning unda iqtisodiy asosimiz yo'q. Shunga buni bir deb qo'ydim. Xudoyim bo'lsa, agar fursatlar bo'lib qolsa, masalan, men xat yozgan vaqtinglarda tizimlab qo'yaman. Agar sizlardek oilaga yordam qiladigan qarindoshlar chiqib qolsa, men sizlarga tunishtirib qo'yaman uni. Shu orqali hozir yordam erisha olasizlar. Lekin Uyg'ur Project Fondi bevosita bunda pulni chiqarolmaydi. Shunga buni bir deb qo'ydim. 5-mazmun
Bu qatam men Istanbulga borgan vaqtida nurg'un qarindoshlarga ko'rishdim. Men bilan ko'rishishni istagan qarindoshlarning hammasi bilan ko'rishib, ularniki deydigan gaplarini angladim. Maslahat so'raganlarga maslahat berdim. Mushu jarayonda bir guruh qarindoshimizdan mundaq bir ahvolni uqdim. Ular hozir shu Turkiyadagi zaharli chekimlikka ugunib qolgan 14 yoshdan 18 yoshgacha bo'lgan Uyg'ur farzandlarini tizimlab o'tibdi ekan. Ularning tizimida 150 dan ko'p kishi bor, jarroh bola bor ekan. Shu zaharli chekimlikka ugunib qilib, nihoyatda qiyin ahvolda yashayotgan bolalardan. O'tganda Amerikada bir yosh Uyg'ur yosh zaharli chekimlik bilan o'lib ketdi. O bir çoğun xabar oldu amalan üçün. Andakin keyin o'qsak şu inimiz bilan bir yatakta bir uyda turdigan 10 necha Uyg'ur yoshlarniki hammasi zahar chekimlikka ugunuklikkan endi. Bu ahvol men bu ahvollarni qandaq nima desam bo'ldi uqmayman. Vatandakilar Xitoy zulm ostida yo'qolib ketyapsa, chet eldagilar garchi shunday yaxshi fursatlarning ichida yashayapsimi, mundaqcha yuz beryapsa, buni qanday qilamiz? Bir qism Uyg'ur yoshlarniki shundoq odam bo'lib qilishida, ularniki 4 yoshlik, 5 yoshlik, 6 yoshlik vaqtlarida ko'rgan tarbiyasi natijish munosabatlik. Bu jihatda men burundan tortib diqqat qilib bu masalaga hozir mushta ahvollar bo'lyotidi. Meni davomli o'yga soladi bu ish. Shunga men o'tganda Uyg'ur Project fondiniki direktori bilan biroz so'zlashgan. Agar mayli Turkiyada bo'lsin yoki boshqa joylarda bo'lsin, ijtimoiy fan sohasida magistrlik yoki doktorlik o'qishini o'qiyotgan qarindoshlardan birisi yoki bir qanchasi Uyg'ur jamiyati ichidagi mushta ahvollarni tekshiradigan bir ishni qilsa agarda Uyg'ur Project fondi uni iqtisodiy chiqimini chiqarib berdik biz. Nimani qildi deganda, hozir 10 necha yoshga kirib jamiyatga chiqqan Uyg'ur yoshlardan bir qancha yuzini tepib, ularniki hozirgi ahvoli asosligi cho'ng jihatdan ikki kategoriyaga bilib, uni birisi hozir nihoyatda muvaffaqiyatli yashayotgan yoshlar. O'qishini yosh tamomlab, yosh xizmatlarga erishib, uyini yaxshi beqib yashayotgan yoshlar. Yana birisi bo'lsa, abakidek zaharli chekimlarga ugunib qilib yoki qo'lida bir jambaqida kasb yo'q, iqtisodiy jihatdan qiynalib uyini boqolmay yashayotgan yoshlar. Ikki guruh yoshlarni tepib, mush ikki guruh yoshlar 4, 5, 6 yosh vaqtida qanday tarbiyalangan ekan oilasida. Mushlarni tekshirib, mushlarni o'tirishga munosabatni tepib chiqish. Ijtimoiy fan sohasida ilmiy tekshirish, ilmiy tadqiqotni qanday qilishni isbotlangan yaxshi usullari bor. Uni men bu yerda deb o'tirmayman. Ijtimoiy fan sohasida magistrlik doktorlik o'qiyotgan fuqarolar obdan biladi buni. Shunga ashtaq usullarni qo'llanib turib, Uyg'ur jamiyatida hozir saqlanayotgan mush masalalarniki yildizi nerdan kelgan bu? Mushuni tekshiradigan bir ishni qilib, chet eldagi Uyg'ur jamoatini ilmiy ma'lumot bilan ta'minlasak, shu orqali shu jamoat o'ziniki kichik farzandlarini qanday tarbiyalasa bo'ladi, mush yerda bir to'g'ri ideyaga, to'g'ri yetash ideyaga erishsa, bu millatni qutuldirish yo'lidagi intayin muhim xizmat. Biz davomli cho'ng gaplarni deymiz, vatandan da qilamiz, millatdan da qilamiz, mana qutqizamiz bu deb. Shu vatanni millatni qutqizishdagi nihoyat muhim ishlarning birisi shu. Mush jihatda agar mushta bir ishni qilay deb o'ylaydigan fuqarolar bo'lsa, bizla aloqalashinglar, biz qolgan biz iqtisodiyotimizga yordam qilamiz. Endi 6-chi mazmun, men yuqorida degan ishlar bilan zich munosabatlik bir ish. Men Turkiyadagi vaqtimda, Istanbuldagi vaqtimda bir qism qarindoshlar bilan paranglashdim. Ular shu Uyg'ur bolalarini kichik vaqtidan tortib Uyg'ur ona tilida tarbiyalash, lekin ularni maktab eshigiga yaqinlashganda maktabga yaxshi tayyorlik qilg'izish, lekin
maktabga kirgandan keyin ularniki ana til tarbiyasini davomli olib berib nihoyatda sog'lom a'lo jamiyatga asqatadigan qilib odam bo'lib yetib chiqishiga yordam qilish mishiyatda ish qilgan qarindoshlar bilan paranglashdim. Shuning bilan shu Uyg'ur Project Fondi nomida Turkiyada bir bolalar ana til kursi barpo qilish mushtaq bir qarorni oldik. Buniki tayyorlik ishlari boshlandi hozir. Buni biz dastlabda cho'ng ko'lamda qilmaymiz, kichik ko'lamda qilib buni sınaq tariqasida shu orqali bir ulgu yoritish. Bu kurs o'qiydigan bolalar ehtimol 3 yoshdan boshlanishi mumkin. Ularga dastlabda faqat Uyg'ur ona tilini ham o'rgatib, 5 yoshlarga kirgan chog'da ularga turk tili, undan keyin hisob, birinchi sinfga kirgan chog'da darhol o'qiydigan shu narslarni o'rgatib, bolalarni boshlang'ich maktab o'qishiga puxta tayyorlash. Bu kurs kirgan bolalar maktab eshigi to'shqandan keyin Turkiyaniki normal maktabda o'qiydi. Ularniki Uyg'ur kursidagi o'qitishi qo'shimcha bo'ladi. Masalan, maktabdan qaytib kelganda yoki shanbaga shanba kuni bo'lganda ashta bo'ladi. Shunga bu ularniki rasmiy maktabga o'qishga hech qanday ta'sir etmaydi. Balki unga yordam bo'ladi bu ishniki. Endi yolg'iz bolalarni tarbiyalab qolmay, ota-onalarni bola tarbiyasi jihatda ilmiy bilimlarga ega qilish uchun ota-onalarga ba'zi bir kitoblar bor. Hozir meniki shu do'stlarim ishlatayotgan. Shu kitoblarni biz bostirib taqdim etmoqchi. Ondan keyin mush kursda ishlatgan Uyg'ur ilmiy kitob bo'lamdi yoki boshqa Uyg'ur o'qishliq kitoblar bo'lamdi. Nimani ishlatayli? Biz uni ko'plab bostirib istagan qarindoshlarga taqdimimiz buni. Biz yolg'iz o'zimiz qilib qolmay, qolgan shu sohada ish qilaman degan qarindoshlarga shu kitoblarni haqsiz taqdim bilyapmiz. Xudoyim bo'lsa. Undan keyin bu kursni o'tmanish jarayonida uningki ahvolini xalqimizga keng turda tunishtirib turamiz biz. Qanday qilganligimiz, nima unumga erishdi, bolalar qanday tarbiyalandi, qanday ketyapti degan narsalarni. Undan keyin oxirida xudoyim bo'lsa 5 yildan 10 yilgacha bo'lgan oralikda Turkiyada bir rasmiy Uyg'ur tili maktabidan birini qura olsak degan orzuyimiz bor. Bu hozir dastlabki plan. Meniki kelgan ahvolimda Türkiye hükümeti hozir ayrim Uyg'ur tili maktabininki bo'lishiga yo'l qo'ymaydi ekan. Sababi nima desa, Turkiyada yashayotgan Uyg'urlarni Türkiye jamoati bilan asılmasya bo'lsin, turklashsin, ayrim Uyg'ur millati turib olmay turklashsin degan bir ideya ostida siyosat ekan bularniki. Endi mushu munosabat bilan sizlarga deb qo'ydigan bir narsam, Türkiye hükümetining Kurdlarning ana til ma'rifati tutgan siyosati, qo'llangan siyosati bilan Xitoyniki Uyg'urlarga qo'llangan ana til ma'rifati siyosati intan o'xshab ketadi. Ashta bu boshqa sizlarga tunishib bo'lgan Kangas xonim rahmatli yaqin o'lib ketdi. Shu ana til qo'shnilik ma'rif sohasida kitob yozganda, maqola yozganda yoki leksiya so'zlagan chog'da Türkiye hükümeti bilan Xitoy Kompartiya hükümetini tanqidlaydi bu xonim. Endi Türkiye hükümetinin andaq ishlarga hozirgidek siyosat qo'llanayotganligini tushunishga bo'ladi. Lekin bu yerda biz ularga tushuncha berishimiz kerak. Bizning maqsadimiz Uyg'urlarni, Turkiyaga Uyg'urlarni Turkiyadagi Türk jamiyatidan ayirib tutilish emas. Bizning maqsadimiz hozir yo'qolib ketayotgan Uyg'ur tili, Uyg'ur madaniyati, Uyg'ur kimligini chet elda saqlab qolish. Shunga biz bir tarafdan Turkiya jamiyatiga asmasya bo'lamiz, yana bir tarafdan o'zimizning tilini, madaniyatini o'rib odatini saqlab qolamiz. Shunga mushiyatda Xudoyim bo'lsa bir qism tushunchalarni berib, bu ishni qil bo'lamdi, bo'lmamdi, bundan keyin bu ishlarni aniqlaymiz. Dastlabda bir kichikroq ko'lamda bu ishni boshlab, bir tajriba shaklida qolgan qarindoshlarga o'rgatish uchun bu ishni qilmoqchi. Shunlashqa dastlabda bu ishlarniki ko'lami kichik bo'ladi. Uni keng qilishga bizningki iqtisodiy kuchimiz yetmaydi. Odam kuchini topa olamiz, lekin iqtisodiy kuchimiz yetmaydi. Mening umidim
Biz buni müshtaq başlap bersak, boshqalar sade ish qilishni o'ylayotgan qarindoshlarmi o'z oldiga bu ishlarni qilib buni kandar deb olsak, shu orqali Uyg'urlarniki keyingi avlodlarini bir layoqatli inson bo'lib 21-asrga mos keloladigan layoqatli inson bo'lib yetishib chiqishiga bir to'p qo'shsak, mushal xizmatlarni ishlasak. Endi mushu ishda men hozir chet elda boshqa ishlarda saxovatchilik qilayotgan qarindoshlar xili ko'p. Nurg'un pullar boshqa ishlarga ishlatilyotidi. Shu saxovatchi qarindoshlarga beradigan bir taklifim, ma'rif sohasiga qarab qo'ysanglar. Bu Uyg'ur farzandlarini yaxshi tarbiyalash o'zimizni qutuldirishda intayin muhim rol o'taydi. Meniki kitobga kirgizgan 3 maqolaning ichida birinchi maqolam Uyg'urlar o'zini qutqizishda paydoshli bo'lgan qanday yo'llar bor degan bir maqola bor. O'qib beqinglar. Buning shu maqolada o'zini qutqazmoqchi bo'lgan bir millat paydoshli bo'ladigan nurg'un yo'llar bayon qilingan. Onun ichida chet eldan kelgan yordami bor. Chet eldan hal qilg'uch rol o'ynaydigan yordam kelmaydi bizga. Dunyo bizni o'zimizga tashlab qo'ydi. Biz agar hozirgidek zulmdan qutulamiz, vatanimiz Sharq Turkistonni ozod qilamiz, o'zimizni qo'liga keltiramiz, millatni ozod qilamiz deydi ekanmiz. Biz yanıla o'zimizniki kuchi asos rol o'ynaydi bu jihatda. Endi o'zimizniki kuchi bor bo'lish uchun yosh avlodlarni yaxshi tarbiyalashimiz kerak. Shunga bu jihatda biroz aqli o'shi joyida qarindoshlarniki hammasiniki chunqur o'ylanib ish qilishni umid qilamiz biz. Bo'lsa, meniki shu maqolamni bir o'qib beqinglar. Kitobim bor, PDF nusxasida ko'rasizlar. Meniki bugun deydigan 7-mazmunim sana xabaringlarda bor, biz qiz o'g'illarniki o'ziga loyiq tepishida foydalanish uchun kalnur.com deb bir tor bet qurgan. O tor beti hozir qadar mingyotdi, normal mingyotdi. Hozir qadar bu tor betini bir guruhga indirimiz yasagan, keyin bir inimiz boshqarib kelayotgan. O inimizniki hozir butun kun xizmati bor. Andiki bir qancha kichik bolalari bor. Shunga biroz qiynaldi yaqinda shuni etmengishda. Shuning bilan Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyatidagi qarindoshlar, buniki hozir bir buni yetakchilik qilayotgan inimiz Fransiyadagi Varis Abdukarim Jambaz inimiz bo'ldi. Bu inimizmi shu 90-yillardan boshlab, mening bilishimcha, 2000-yillarning boshlaridan boshlab shu Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyatiga yetakchilik qilib nurg'un ishlarni qilgan. Uyg'ur tilini kompyuterda ishlatish sohasida bu jamiyatniki qo'shgan to'psi intayin zo'r. Ondan hozir sizlar ishlatayotgan bir qism fond, Uyg'urcha fondlarni shu jamiyat yasagan endi. Yaqinqi 10 yilda vaqtniki mobaynida bu jamiyatning ishlari biroz to'xtab qolgan. Yaqinda bular yana qaytadan asliga keltirib jamiyatni hozir yana qaytadan Uyg'urlar uchun xizmat qilishni boshladi. Ularniki qilmoqchi bo'lgan bir ishi shu kalnur.comni ma'ndirish. Ular shu qisqa vaqt ichida kalnur.comniki yumshoq detallarini yaxshilab o'zgartib ish qilsa bo'ldi. Tekshirib beqinglar uni. Bu qitimki yasalgan kalnur.com Uyg'ur tili, ingliz tili va rus tilida tang ishlatkili bo'ladi yangi nusxasini. Sababi Uyg'urchani xususlan ko'p nurg'un Uyg'urlar ishlatadi. Inglizchani Uyg'urchani toz yaxshi bilmaydigan bolalarimiz ishlatadi. Ruschani bo'lsa O'rta Osiyodagi qarindoshlarimiz ishlatadi. Shunga 3 tilda tang tayyorlandi yangi nusxasi. Agar siz tizimlatib kirib English degan bir yeri var, şu an çeksiniz, qolgan tillarniki tanlanishi boshadi. O'zingiz tanlay olasiz. Uyg'urchani mi, inglizchani mi yoki ruschani mi tanlab shu mazmunda mashg'ulot qilib olsangiz bo'ladi. Yoki shu bu tor betining bosh betida kichik logolar bor. Shuniki eng so'l tarafdagi logoni cheksingizmi, mush torda ishlatiladigan tillarniki tizimligi chiqadi shu yerda. Shuni birini tanlasangiz bo'ladi. Endi meniki ta'kidlab qo'yadigan bir narsam, siz bu tor betiga tizimlatgan chog'da imkon bor o'zingizga rasmini kirgizib qo'ying. Hozir bir qism
pukular bulup kızlar özüne resimini kattı koymaydı iken bu torbetiniki bir xatarligi intayin yaxshi. Hozir şu Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyati buni boshqarib mangadi. Sizlarniki shaxsiyatinglarni qo'g'daydi, oshkorlamaydi. Anda ma ishlarniki unumli menishi uchun bo'lsa tizimlatgan qarindoshlar resimlarni qo'yib qo'ysanglar u yerga. Anından keyin bu yeni işlengen nusxasida yalnız kız oğullar özüge jo'ri tepish, layih tepish emas. Chet eldagi Uyg'urlar bir-birini tunishadigan funksiyani qo'shdi hozir. Qo'shdi buni texnik taraq qildirib mangadi bundan keyin u qanday funksiya desanglar, bunda ahvollar bor. Masalan, bir qarindoshimiz Yevropada yoki Turkiyada yashaydi. Koreyaga o'qish kelmoqchi. Koreyaga o'qish kelish uchun shu yerlik Uyg'urlar bilan bir tepishsam deb o'ylaydi. Hozir buni tunishlar orqali izlaydi. Masalan, menga ashtaq izlashlar intan ko'p keladi. Men bugun davlat Uyg'ur bormi, falan davlat Uyg'urlar bormi, siz tuniydigan odam bo'lsangiz tunishtirib qo'ysin degan narsalar ko'p keladi menga. Mush ishni mush tarafda orqali qilish. Xohlagan qarindoshlar o'zlarining uchurlarini kirgizib qo'ysa mush tarafga, loyiq tepish uchun emas, tunish tepish uchun. Uni qolganlar shu mush tarafga tizimlab kirib foydalanadi. Mushunda qildigan bir ahvolni yapmayli deb o'ylayapmiz. Şuna bundan paylansanglar. Nime manga ko'rinayotgan ko'rinishi salda ajoyib chiqyapti. Torbetin muvofiq menga bir uchirsayotinglar menga bir o'qib Balki mamay quruqsa deb qolmay deb qoldim. Bir qismlar ko'yitibdi, qargan chaqda normal men aytibdi. Ma'qul. Shunga aşındaq ahvallarda mesela Kore'ye o'qishga bormoqchi bo'lgan qarindoshimiz mush torbetga kirib, Koreyadagi Uyg'urlarni tepib, shularga bevos uchirqisi bo'ladi. Mayli o'qishga boradiganlar bo'lib qolsin yoki bir savoli borlar bo'lib qolsin, mush orqali bu Uyg'urlarniki bir-birisi bilan tepishadigan, bir-birisiga tunishadigan sup bo'la oladi endi. Mushni tan qilmoqchi, ikki cho'ng funksiyasi bor buniki. Endi hozir siz agar mush torbetga tizimlab kirib, uniki orifga kirsangiz, sizniki tizimlashingizga maqsadni talaydigan yer bor. Tunish uchunmi yoki loyiq tepish uchunmi degan. Shunga ikkisini tanqissan bo'ldi. Yoki faqat uniki bir xilidan foydalansan bo'ldi. Shunga buni ishlatsan bo'ldi. Hozir buniki bu torbetiniki kompyuter nusxasi, Android nusxasi, andikin iOS nusxasi, Apple nusxasi tanlab tayyorlanmoqda. Buniki kompyuter nusxasi tayyor bo'ldi. Andikin Android nusxasi asosiyatdan tayyor bo'ldi. Mana shu bir ishkafning ichida uni Google Play Store'ga yo'llamoqchi. Agar u store'da tasdiqlangan ekan bu Android nusxasini bu bir app. Uni o'zinglarniki kompyutersiga, telefonga tushirib olib foydalanaysizlar. Undan keyin Apple nusxasi chiqadi, o'xshash xilda. Shunga bu intayin bir kuchli app bo'lib chiqadi endi. Hozir shunga qarab ketyapti bu. Şuna menimcha bu qural chet eldagi Uyg'urlarning hayotidagi intayin muhim bir qural. Hozir endi buniki har jihatga saviya sifati yuqori ko'tarildi. Bo'lsa chet eldagi qarindoshlar bundan yaxshi foydalansanglar. Biz buni nurg'un kuch bilan qilyapmiz. Mushtaq Uyg'ur kompyuter ilmiy jamiyatidagi fidoyi qarindoshlarning kuchi bor. Buning ichida shunga bundan unumli foydalansak. Endi men de bugun deydigan 8-mazmun bir muhim tur bor, yana bir muhim tur. Uni hozir boshladik. Bu turniki nima ekanligini men hozircha demayman. Sizlarga o'tganda boshqa bir turni degan umbak muhim. Bu ikki tur Uyg'urlarniki yo'qolmasligi, Uyg'urlarniki saqlanib qolinishda intayin muhim rol o'ynaydigan tur. Lekin Xitoyniki va boshqaniki buzg'unchiliklardan saqlanish uchun buni hozircha men demay turman. Tutgan chaqda deyman. Mana biz bu qitim men shu qitim Turkiyaga borgandan keyin hozirlangan sharoitlarga asosan Uyg'ur Project Fondi qaror qilib qilmoqchi bo'lgan bu tur Xudoyim bo'lsa yana 6-7 oydan keyin bitadi. Buningdan hammadan foydalanadi. Lekin bu hammadanni xo'sh qiladigan bir tur. Endi mandaq turlar 6-7 oyda bitadi dedim.
ikki odam butun kun ishlab 6-7 oydan bitiradigan tur bu. Hatta bu boshqa uning iqtisodiy chiqimi biroz zo'r. Shunga mushu turga yordam qiladigan qarindoshlar bo'lib qolsa agarda bizlar aloqalashinglar, bizlar aloqalasanglar uniki qanday tur ekanligi haqida sizlarga tafsil tushirib beramiz. Ondan keyin xohlasanglar yana qilsanglar bo'ladi, yordam qilsanglar bo'ladi iqtisodiy jihatdan. O'tganki birinchi turga ikki qarindoshimiz $3,5 ming berdi. Ondan keyin Uyg'ur Project fondi $2,000 chiqardi. Jami $9,000 hozir shu projekt shu turni qilish ishi davomlashyotdi. Mani biz endi boshlaymiz. Shunga bu turmu iqtisodiy yordamga muhtoj. Yordam qilgan qarindoshlarniki ismini yoki taxallusini mush turniki ichiga kirgizamiz biz. Bu bir tarix bo'lib saqlanib qoladi. Albatta men degandek bu Uyg'urlikni saqlab qilishga intayin muhim tur. Shunga mushuni qilishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, $500 bo'lamdi, $1000 bo'lamdi, mesela birishni xohlaydigan qarindoshlar bo'lsa, bizlar aloqalashinglar qolgan uchurni sizlarga deb beramiz. Shunday qilib, hozir bugun sizlarga tilga olgan cho'ng turlardan 4 ni tilga oldim men. Uyg'ur Project fondi qilmoqchi bo'lgan. Uni birisi 2024-yildagi İstanbul'da 20 siyah faaliyeti. O faaliyet bu yıllığa okşap gidiyordu. Kilercilikka süpet cihetini tekme yaşlaşıp tirişimiz. İkincisi, hazır ben degen bir mekbi tür. Bu intihar mühim bir nese. Üçüncüsü, İstanbul'da başlandıgan Uygur ana dil kursu. Dastlabda 3 yaşlık, 4 yaşlı balalardan başlayımız. Bu işim Xudayın bir sapat yakında manladı. Ondan dördüncüsü kelnuru.com'daki bir yeni seviyeye çıkışı. Bu 4 türünü tilgap koydum. Endi 9. mazmun Uyg'urlar haqidagi xabarlar. Hozir Uyg'urlar haqidagi xabarlar intayin azib ketdi. Xabar bera oladigan odamlarning hammasini degandek yo'q qilyapti Xitoylar. Shundaqdimi yana bir qism qarindoshlar intayin qattiq tirishyotdi. Tirishyotdi, men bilan aloqalashib turayotganlar bor. Endi yaqinda xabar bo'lgan bir cho'ngroq ish hozir Xitoy mustamlikachi hokimiyati Xitoy o'liklardagi fuqarolarga pul verib, Sharq Turkistonga sayohatga boradiganga rag'batlantirish ish bo'lyotdi. Shunga bizning vatanga keladigan Xitoylarning soni intayin shiddat bilan eshib ketdi yaqinda. Asosligi dunyoning ko'zini bo'yash, dunyoni aldash, Uyg'urlarga qilgan ziyonlarni yushirish, mush sohadagi qilib olgan tadbirlarniki birisi mush bo'lyotdi. Bu jarlik ishlar intayin kuchaydi yaqinda. Yani birisi chet eldeki Xitoyparast bir qism kishilarni, masalan, muxbirlarni, tadqiqotchilarni degandek, donliq maktablarda ishlaydigan o'qituvchilarni opirib, ko'rsatib, shu orqali shularning qalami orqali Sharq Turkiston haqida dunyoda bir yaxshi ta'sir paydo qilish bu ishni intayin kuchab qilyotdi Xitoy yaqinda. O'zining jinoyatini yushirish uchun. Endi ondan başka yakında vatanda çoğun şehirlerde bir qancha yüz kişilik to'ylar bo'ldigan bo'pti hozir. Oraliqda butunlay yo'qotib etgan buni insonlarda bor. Ondan boshqa yurtlardan Urumchiga kelib, Urumchida yashashga yo'l qo'yib o'tiribdi. Shu orqali Urumchida yo'q bo'lib ketgan Uyg'ur nüfusuniki sonini biroz ko'paytib, Urumchiga kelgan chet elliklarni ko'zini bo'yash. Bu sohadagi ishlarni hozir jiddiy bo'lyotdi. Ondan keyin hozir vatanda Uyg'urlar ichida Xitoy hokimiyatini oshkora ayblaydigan ishlarmi burunqidan kuchayibdi hozir. Bu kishini xushal qiladigan bir ahvol endi. Tunugun bir video aytdikan, shuni ko'rib qoldim. Uni men o'zimniki Facebookga chiqarib qo'ydim. Bir Tungan deydi bu videoda. Hozir Xitoy hokimiyati Urumchi, G'ulja, Qashqar 3 shaharni qaytadan loyilab yasab chiqish planini o'tirib qo'yibdi. Tunganning degani ashta qilsa bu 3 shahardagi uyning bahosida shiddat bilan eshib ketadi, shuni darhol uyga olinglar deb ashta deydi. Endi bu Xitoy hokimiyati uchun tashqat ishlayotgan Tunganmi yoki rasionalni bilmayman. Ishqilib bizga behchiq bola afat kelib ketdi. Mamu rasional bo'lib qolsa, bu bir cho'ng bola afat. Uyg'ur vatandagi koni izlarni yo'q qilish, ondan
yo'qolib ketgan Uyg'urlarniki izini yo'q qilish, uning o'rniga Xitoylarni kirib o'rlashtirish degandek bir qism ishlarni o'z ichiga oladi bu. Mushta ishlar bo'lib turibdi. Andan yaqinda chet eldagi Uyg'urlar ichida bo'lgan bir ish, xabarlarda bor, O'zbekistonda Uyg'urlarning ma'naviy meroslari degan bir faoliyat bo'ldi. Bu faoliyat hozir oxirlashdimi bilmadim. Hozir bir haftadek bo'lib qoldi mening bilishimcha. Yoki davomli shotamda yaqin uchurlarni ko'ramadim bu vaqtda. Bu faoliyatga Uyg'ur Project Fondi azar yordam qildik. Shular iltimos qilgan. Azar yordam qildik bu faoliyat bu vaqtda hozir. Endi hozirgi WhatsApp'larga chiqqan xabarlardan qaragan chog'da bu faoliyat intayin muvaffaqiyatli faoliyat bu etibdi. Mübarek olsun. Endi 10. mazmun Xitoy haqidagi ba'zi xabarlar. Hozirgi eng cho'ng xabar, mana necha kunning mobaynidagi Xitoyda bir Xinda degan noyati cho'ng bir shirkat bor. Uy mulkini sotadigan shirkat, bular uy silib sotadigan shirkat endi. Bu shirkatniki bosh shtabi Guangdong o'lkasida, Guangzhouda. Bu aslida bu shirkat aslida Jiang Zemin vaqtidan, Deng Xiaoping vaqtidan boshlangan ekan. Keyin bu intayin cho'ngib, intayin boy bo'lib, bu shirkatdan foyda olib, foydalab boyib ketgan Xitoy markaziy hukumat amaldorlari intayin ko'pkan. Bo'libmi Guangdongdan chiqqan boshliqlar, Guangdongga o'lka boshlig'i bo'lgan, Guangdong Kompartiya komitetiga sekretar bo'lgan kishilar masalan. Bular dahshat boy bo'lib ketgan ekan. Hozir endi shu Xindaniki birinchi qo'l boshlig'ini tutdi. Shuning bilan birlikda ashunga bog'lanishib bo'lgan qolgan Xitoy amaldorlarining bir qismini tutish boshladi. Bu ishini bir qism bir mezgil davomlashtirgandek qiladi. Deng Xiaoping taxtga chiqqandan keyin bir qism kishilar oldida boy bo'lsin degan bir siyosatni o'tirib qo'ygan. Bu gapniki chiroyli atilish bo'lib, hozir qarab baqsaq, bizniki oilamizdagi kishilar, yaqin tuqqanlarimiz oldida boy bo'lsin degan gapga bu. Shundan keyin Xitoy markaziy hukumatidagi amaldorlarning hammasi iqtisodniki ma'lum bir sohasini egallab olib, oilasi bo'yicha dahshat boyib ketdi. Bularniki qo'ldagi boylikning sonini ko'radigan bo'lsanglar, anlaydigan bo'lsanglar, odam ishonigisi kelmaydi. Shu darajada boyib ketdi. Hozir endi Xi Jinping degan jallod shuni bana qilib turib, xiljiq odamlarni tutyotdi. O'tganlardan Xitoyniki raketa armiyasiniki boshliqlarini yiqitgan, birdan bir nurg'un odamni yiqitib tutdi u. Hozir mallarni tutish boshlabdi. Endi bu yerda yaqinda pash bo'lgan ish nima desanglar, bu Xi Jinping degan jallod Tayvanga hujum qilaman deb nihoyatda cho'ng umid bilan kelgan. Hozir qarab baqsa, bu harbiy amaldorlarning hammasi nihoyatda chirklashgan. Xotin bolalar chet elda. Chet elning yashakarni yeb qo'ygan. Bütün boylig'ini chet elga yetkazib olgan. Qarab baqsa, bu Tayvan bilan urush qilgandek holati yo'q. Meniki tushunishimcha yaqinda o Xi Jinping degan jallod intayin umidsizlanib, hozir nurg'un boshlarni tutyotdi. Shuniki davomlashishi u. Men sizlarga baldir burun degandim. Xitoyniki markaziy hukumatida ishlayotgan Jingjuji Weiyuan degan masalan. 3000 ga yaqin odam bor deyman. Mushlarning hammasiniki xotin ballari, boyliqlari sirtda. Ashta bo'g'ashqa ash narsalarni butunlay to'liq qaytirib akvamichilik Tayvanga hujum qilishni qo'llamaydi bular. Nima ish qilsang Tayvanga hujum qilib qolsa, birinchi bo'lib shu boshliqlarniki chet eldagi mol mulkni to'ng'itdi Amerika. Rossiyaniki nashta qildi, Xitoynikini nashta qildi. Ashta bo'g'ashqa Xi Jinpingning Tayvanga hujum qilishiga bo'lgan qarshilik intayin kuchli Xitoyda. Shunga urush bo'lmasligi mumkin. Hozir Popozbekchi yaqinda intayin ko'p aeroplanlarni uchirtib Tayvan tarafida ashta qilyotdi. Bularning hammasi meniki o'zimniki his qilishcha g'arbliklarni golab o'ynayotdi Xitoylar. Xitoy ashta qilsa Amerika boshqa davlatlar uni jiddiy qarab unga tang yo'sinda tayyorgarlik qilyotdi, lekin Xitoyniki haqiqatan hujum qilishi natayin. Shu ahmoq qilib o'ynayotdi dunyoni. Men ashta deb tushunaman. Hozir mana bir ishlar bo'lyotdi endi.
Qısqası, Xitoydagi chirikchilik, harbiychiligi va yuqori qatlamdagi chirikchilik Xitoyniki armiyasini nobud qilyapti. Shu Tayvanga hujum qilishda cho'ng ishlarni qilish iqtidori yo'q deb o'ylayman. Ana yaqinda bo'lgan yana bir ish 9-oyning ichida Xitoyniki bir suvosti parxoti, yadro energiyasida mangdigan suvosti parxoti bir narsaga usib portlab ketibdi. 55 odam bor ekan, hammasi o'libdi buniki. Buniki Xitoy hukumati davatgan sababi bilan chet eldagi, masalan, Angliyadagi ba'zi tadqiqot o'rinlari o'tirib chiqargan sabablar o'tirsa farq bor. Chet elniki deydi, bu Seriq dengiz Xitoyniki Huanghay, Seriq dengiz degan rayonda bo'libdi bu ish. Xitoy deydi, parkda bir mexanikalik ish yuz berib, bir portlash bo'lib, shuning bilan oksigen sistemasi buzilib, u parkdagi kishilar oksigen yetishmay o'libdi deb anatda taqtibdi. Chet elniki bo'lsa, unday emas. Xitoyniki shu Seriq dengizga suv ostiga yasagan to'salg'ular bor ekan. Amerikaning parkda kiramison deb yasab qo'ygan narsalar bor ekan. Bu qatim Xitoyning parkda o'zi yasagan narsaga o'zi usib olib, portlash yuz berib, ishlar yuz beribdi. Bu xil baldir chiqqan 9-oyniki boshlarida. Hozir texmo aniq oshkor bo'lgan uchurlar o'tirib chiqyapti. Endi 11-mazmun Amerika xabari. Amerika xabari bak nachar. Ashta bo'g'ashqa men odatda deyishdan saqlanib kelgan. Yaqinda bir necha cho'ng xabarlar chiqib qoldi, shuni qisqacha deb qo'yay. Uniki birinchi cho'ng xabar yaqinda chiqqan. Amerikaniki 3-darajalik davlat rahbari, ya'ni Avam palatasiniki bayonotchisi Kevin McCarthy degan kishi. Bu kishi ilishkun Avam palatasida bilet tashlab bu odamni xizmatidan evatdi. Aslida Avam palatasida Cumhuriyetçi partiyaning a'zolari ko'p sonliq. Agar Cumhuriyetçi partiyaning a'zolari qo'shilmasa, bu ish yuz bermaydi. Lekin Cumhuriyetçi partiyaning ichidagi 8 nafar Avam palata a'zosi demokratlarga qo'shilib, demokratlarning hammasi qo'llab tashlab, 8 odam shularga qo'shilib, shunga madamni tushiryapti. Makasini tushiryapti. Buniki asos sababi bu Avam palata a'zosidan Matt Gaetz degan bir odam bor. Bu odam bu ikkisi Xitoydan o'sh. Matt degan odam Xitoyga texnik bekroq o'sh. O'tganda McCarthy shu huquq chiqadigan joyda bu odam Matt degan odam bak qarshi turgan unga. Shundaq shu turmush turib olib, tas qolgan McCarthyni chiqarmag'ili. 9 qatim bilan tashlab, 9-qatim aran huquqqa erishgan McCarthy degan. Ama shu chog'da bu ikkisi bir narsa kirishib ekan. Matt debdi ekan, agar sening xizmatingga Avam palatasi a'zosi Cumhuriyetçilerden razı bo'lmay, seni tushirib o'tish haqida agar ovoz qo'yishni talab qilsa, sen cho'qim shuna qilsan deb talabni qo'yibdi ekan, shart qo'yibdi ekan ayni vaqtda. Bunga Makasi qo'shilibdi ekan. Shuni yaqinda shu shart bo'yicha Makasini tushiramiz deb ovoz qo'yib, shuni 8 Cumhuriyetçi qolgan demokratchilar bilan birlashib nimadan tushiryapti. Cumhuriyetçilerin sani 208 iken, demokratçıların sani 208 iken, onunla 8 Cumhuriyetçiler qo'shilib ilaqib tushiryapti. Bunga turtki bo'lgan narsa, necha kun oldida Makasi bir yangi qaror chiqargan. Shu Amerikadagi hukumatga taqilib qoldi. Pul tugab ketib. Endi pul hamchot masalasida Makasi biraz yumshoq qo'llik qilib, demokratlarning talbiga sal bo'ysungan asosda bir qaror chiqardi ekan. Bunga Matt norozi bo'lib, sen demokratlarga yumshoq qo'llik qilding. Seninki Xitoyga bo'lgan pozitsiyani sen qattiq qo'llik qilmading, zuri tadbirlarni olamading degandek narsani bana qilib turib, buni o'tirib chiqarib shunga ma'lum berdi. Bu ish Amerikaning tarixida tunji qatim bo'lishi, undan bakrak yana bir narsa,
Avam palatası nurgun kanun çıkardıgan urun endi. Ta ki yakıngıçılık Avam palatası da demokratçılığa asas urundu. Aşta bu başka cumhuriyetçilerge intayin cık kıyınçlarını tuğduğan. Birden o kararını çıkarıp, birden bu kararını çıkarıp, Trump'ın küzgünü kırıverip, Trump'ın toğluqının nurgun nesle çıkıp ketken. Endi texi yakında neçe ayının aldıda cumhuriyetçiler köp sağlık bulup, endi bir kanunlarını çıkarımız ne toğatı da maaş yüz verip, endi Avam palatasındaki başlığı yok, bir alat kep kaldı. Bununki akıbet kandak buludu, hazır tas inik emas. Hazır endi bunun ornuğa o Jim Jordan degen madem çıkıdı deyişvatıdı. Bu adam o intayin Xitayga öş adam. Eğer bu çıksa ihtimal ança çenip ketmeyi minişi mümkün. Bunu yine neçe günde kim bilimiz. Hazır mı şu Amerika hükümetindeki hamçot meselesi de yakında hükümet hakkı tas kalıp yine 45 gün uzattı hayatını. Hükümetin hayatını 45 gün uzattı. King karar 11. ayındaki 17. gün çıkmakçı. Onundaki neymişler bu kitap okumayımız. Müştak bu cereyan biraz murakkep. Sizlerge ben adıyrak kılıp müşüncük düşündürüp koyayım alırca. Keyince zürü bolsa yine bu yakta malumat var men. Anındakin Amerika'da yakında yüz bergen yani bir ahval ihtimalsızlarımı haberde kögen buluşunlar mümkün. Pennsylvania ştatındaki Philadelphia degan çoğun şehir var. Şu şehirde ötken hafta dukan bulaş bulup gitip 28 dukan veyran bulup ketdi. Qatlar sizlik narsalarni bulab ketdi. Bunun içinde 62 tane dukanlarım var. Şu münasebet bilen 72 dek adamni qo'li qaptı. Bu işlerin tek ahirete düşüp bulamadı. Hazır yani şunu bir taklaş akıdı bu adı. Amerika'da yakında Amerika'daki dukanları nayt iğir küngi qebatıdı. Haqlar xalagan çıkırıp pul төлемей нәрсәне etmağıdığan ahval intayin iğir. Bazılarını tutup alsa şu nəslini qo'yib o'g'irlagan narsani qo'yib chikaslam kim bo'ladi ekan, ularni qo'lga olmay ekan. Ishqilib bu ahvollar bak iğir bo'lib ketib bordi. Unikini men bunday his qilyapman endi. Men Kaliforniyada yashayman. Burun San Fransiskoda yashagan. San Fransisko dunyo bo'yicha 5-o'rinda turadigan eng dangliq sayohat shahri burun. 10 yıllarını aldı da. Hazır şunçilik veyran bulup gitti. Bütün şehrin içi üy yok kişilerle tuşup yakında Amerika'ya kanunsuz kirge adamlar mı bu? İçinde başka okşaş cinslik kişiler, erler toy kıldıgan, ayal toy kıldıgan degende. Çıkıp kuçlarda yetip ketken adamlar. Ondaki igiz binalar var, hizmet binaları hazır şu hizmet binaları işleydiği adamların nurguları işansıga baranmay degende. Dukallar Aqadan takılıp işte bop git bardı. Ma bir şehre veyran bop git asas şehirden. Şu netçe yaptığını aldı da biz yaşayotgan yerde bir qattiq yağmur yaqqan bir kun bo'ldi. Shuning bilan maktablarniki hammasini taqib etdi bir kun. Maktab kamanlarda taqib etganda shu kunisi yaşayotgan shahardagi do'konlarni o'quvchilar shunday chiqib bulab ketibdi. O'quvchilar puls yo'q, berib do'konga kirib narsani ep chiqitaverdi ekan. İşte bu gitti bir kunda endi. Amerikaniki axloqiy o'lchimi intayin ig'ir darajada buzg'unchilik uchrab ketdi. Burun yolg'onchilik numussizlikdi. Hozir unday emas. Amerikaniki siyosatchilarga qarasanglarmi, qip-qizil yolg'on gapni qilaverdi televizorlarda, miyalarda. Ondan keyin o'g'irlikmi numusdi, hozir numus emas. Bu o'g'irlikniki o'g'irlik ishlariniki mandaq kengayib ketishida hozir muavin prezident bo'layotgan Kamala Harrisniki cho'ng to'pisi bor. Bu ayol Kaliforniyaniki bosh advokati bo'lib ishlagan vaqtda agar bir odam $950 tuvan miqdordagi narsani o'g'irlasa do'konda, uni qo'lga olmaslik uchun bir narsani chiqarib ekan. Shuning bilan bu do'konda o'g'irlik qilgan ishlar shundaylar kuchayib ketdi. Ben bir qatim bir video ko'rgandim. Televizorda ko'rdim uni. Bir odam bir g'arvaga jiq narsalarni qachlab do'kondan chiqib o'tadi. Shunlar qisqacha kelib nima qotsa, bu nima qilqinsa, nima o'g'irlaysan desa, meniki ma do'kondagi ma aradagi mallarning hammasini pulini hisobladim. $950 chiqmaydi, $940 degandek. Ashtaq ahvolni ko'rganman.
Shularning ta'sirida bo'lyotidi. Hozir demokratchilar boshqurayotgan shaharlardagi vayronchilik intayin og'ir. Buni boshqa qarindoshlar bildi Amerikadagi. Yaqinda medialarda deyishicha, shu 2 yil ichida Meksiko tarafdan Amerikaga kirgan qonunsiz ko'chmanlarning soni 8 milliondan oshib ketdi. Ba'zilar 15 milliondan oshadi deydi. Bunda ikkisini qas rast bilib olmaydi. Ishqilib hozir Amerikaniki butun yerlariga qonunsiz ko'chmanlar bor hozir. Şu Amerika davlati butun yerga mana bir holat keldi. Yaqinda Biden hukumati demokratlarniki besimga uchradi hozir. Uchrab mana avjib ketgandan keyin 2 kun oldida Biden hukumati Meksiko bilan Amerika o'rtasidagi chegarada 30 kilometr uzoqlikda bir tam yasashni qaror qilibdi, buni e'lon qildi. Agar diqqat qilsanglar, ayni vaqtda Trump shu tamni yasayman deb nurg'a yo'l olgan 20 milliard dollar lozim deb u pulni bermadi. Keyin o'zim pul chiqarib qilaman, o'zim Meksikoliklardan pul to'lag'izib qilaman deb o'tirishdi. Uni insonparvarsizlik deb Trumpning ustidan az qildigan, uni sotqa atadigan ashta gaplar bo'lib ketgan ayni vaqtda. Ondan keyin yangi hokimiyat chiqqandan keyin bu chegara butunlay echib etildi. Hozir uni oqibati shu mana. Hozir qaytib berib, endi shu tamni yasaymiz deb 2 kun oldida shu qarorni olibdi. Bu ishlarni keyingi yillarga qanday bo'ladi buni kim bilamiz. Endi bugungi deydigan 12-mazmun NASA xabari. Bir qism qarindoshlar NASAning ishlari pek qiziqadi ekan. Ashta bu boshqa men bundan keyin har qatimliq videoda NASA'dagi yangiliklarni deb qo'yay dedim. Men yaqinda bo'lgan bir yangilik 9-ayning 24-kuni OSIRIS-REx degan bir nomli olam ushqiri Bennu degan bir koinot uchar teshi yoki asteroiddan bir qism ozroqcha tosh nusxalarini elib yer shariga qaytib keldi. Bu olam ushqirida odam yo'q. U faqat avtomatik ish qiladigan ushqir, yuzashaga berib uçup ketayotgan taşning ustiga qo'nib, u tashniki parchalarini elib, andan yer shariga qaytib keldi hozir. Bu Amerikaning tarixidagi tunji qatim. Buni sample return operation deydi. Tunji qatim bo'lishi bu bir cho'ng xabar bo'ldi Amerikada. Keyin bunday Marsga boshqa yerga kengaytmoqchi endi. Yana bir xabar 9-ayning 27-kuni NASA'niki olam uçqishchisi Frank Rubio degan kishi yer yuziga qaytib keldi. U odam xalqaro olam punktida 371 kun turibdi. Xaronada 365 kun degan bir yildan ortiq turibdi. Uningdan burunqilari yarim yil turib baqqan 6 oylik turib tushganlar bor-edi nechini oldida. Ularni aytdi, cho'ng tabriklagan Amerika. Ma kishi 371 kun turib tushibdi. Bu cho'ng xabar bo'lib ketdi. Buniki nima ahamiyati bor desanglar, xalqaro olam punktiniki tortish kuchi yo'q. Ashta bu boshqa sizlar bosangiz mangolmaysizlar, uchsizlar ichida. Bir yerdan yana bir yerga momoch bo'lsangiz uchib yuraysizlar. Bir barmog'ingizda bir mashina ko'tara olasizlar. Sabab nima desanglar, mashinaning eg'ilg'i bo'lmaganligi uchun. U yerda yashamoq pek tez. Su, tomoqlar uchib yuradi, ko'p deyavolsizlar, internetda tushirib olsangiz, ko'rsizlar bunday narsalarni tarat qilish bilan intayin tez. Tarat qilgan chog'da oq tarafga xaltadan kaydirib bog'lab qo'yib turib tarat qilgan gap. Bo'lmasa taratniki nega berishni kontrol qilib olmaydi. Bir qiziqarli ishlar bu jihatda oqshom uxlab qolgan chog'da o'zinglarni karavotga tang qo'ysizlar, bo'lmasa kechasi yo'qolib ketasizlar uchib yurib. Ashta qiziqarli ishlar bor. Shu kishi 371 kun turibdi. Shu qaytib keldi. Yana bir xabar. Shu 10-ayning 14-kuni Amerikaniki Oregon, aniki Texas shtatlarida kun tutilish bo'ldi ekan. Bu qatimki kun tutilish to'liq kun tutilish emas. Ayniki sirtqi qirg'ida kun ko'rindi ekan. Ashta bu boshqa kun bir xil halqob ko'rindi ekan. Nur chiqirayotgan halqob ko'rindi ekan. 10-ayning 14-kuni Amerikaniki Oregon, Texas shtatlarida o'tadi ekan. Ehtimol dunyoniki boshqa yerlarida ham bo'lishi mumkin.
xabarga diqqat qilinglar. Men bilasam Facebook bu jat uchun chiqib qo'yman ko'p asanglar bo'ladi. Necha yilning oldida nimada Oregonniki Portland degan shaharda to'liq kun tutilish bo'lgan. Shu chog'da men o'g'lim Dilshod bilan ikkimiz maxsus shuni ko'ngil bordik shu yerga. Berib 2 kun ashada qunib kun tutilishini ko'rdik. Buni ko'rsa adam ajoyib bir tuyg'u kirib qoldi ekan. Masalan, biz bo'lgan chog'da kun tutilish tushlarda bo'ldi, soat 12larda. Oppoq optab bir damdan keyin optab asosda yo'qashqa boshlaydi. Asosda gugum bo'ladi. Asosda qorong'u bo'lib, butun osmondagi yulduzlar ko'rinib ketadi. Yulduzlar ko'rinib, shunda butunlay qorong'u bo'lib, bir damdan keyin tong etib, yine yo'ruq olib qaytib keladi. Butun jarayon bir qancha minut ichida bo'ladi. Bunda ahvolning ishiga kirib o'tirib qarasanglar, odamniki ruhiy holati ajoyib bir narsa bo'lib qoldi ekan. U burungi normalda turmushda ko'rmagan bir narsani ko'rgan ekan. Men shu chog'da bir qatim ko'p kelgan. İmkaniydi bak qarindoshlar bo'lsa, sizlar ko'p yaqinlar ajoyib bir xil. Sazir guzashti bo'ldi ekan bu. Shunda qilib bugan deydigan gaplarim tugdi. 12 mazmunni hamma so'zlab bo'ldim. Men abiyatin deganimdek bu qatim İstanbulga berib, nurg'un qarindoshlarla ko'rishib, nurg'un narsalarni o'rganib, anglab, ashta keldim. Ondan keyin texmo kuchli iroda keldim. İşençe geldim. Biz yuqmaymiz. Uyg'urlar yuqmaydi. Xitoy bizni yuqtamaydi. Endi mushu sahada biz qilolaydigan bir qism intayin cho'ng, muhim, muntazam ishlar bor. Men sizlarga burun bugan uniki bir qanchasini deb berdim. Uniki birisi kelar biz yana İstanbulda 20 lise degan faoliyatni qayta qilmoqchi. Uniki yana bir muhim cho'ng turni boshladik. Ondan keyin İstanbulda Uyg'ur ana tili kursi başlamoqchi. Uyg'ur Project fondi ostida. Ondan keyin kalnur.com degan tor betini bir yeni pallaga ko'tardik. Undan boshqa Uyg'ur Project fondi yaqinda 2 kitobni nashr qilishga iqtisodiyotni yordam qiladi. O kitoblarning intayin muhim birisi Uyg'ur Chapoyov kim degan kitob. Salima apay yozgan. Yaqinda bitirgan bu kitobni. O'qigan qarindoshlar hammasi ko'z yoshi qildi ekan o'qigan qarindoshlar. Ondan keyin yana birisi unutilmas melodiyalar. Uyg'ur bolalarniki Uyg'urcha muzikalarni o'rganishda qo'llanilgan kitob. Bu ikki kitobga biz Uyg'ur Project fondidan iqtisodiyotni yordam qilamiz. Shunga Uyg'ur Project fondi butun Uyg'urlarga mansub. Biz u gruppa mansub emas. Shunga qarashimizning hammasi oshkora. Ondan keyin mumkinchiligi bor jihatlarning hammasida boshqa qarindoshlar bilan, boshqa guruhlar bilan hamkorlashishimiz. Biz iqtisodiy yordamga muhtoj. Shunga Uyg'urlar uchun saxovat ishlarini qilib, o'z izini, o'ziniki nomini tarixda qoldirib qo'yishni istaydigan qarindoshlar biz bilan aloqalashinglar. Biz sizlarniki iyon qilgan pulinglarni intayin joyida ishlatib, nihoyat muhim ishlarni qilamiz. Sizlarga hozir qadar qarashimizni deb kelyapmiz. Bunu demse, kilar qattim ko'rish omon bo'linglar. Xayr xo'sh, Allohga omonat.